0dan 1 milliardgacha birinchi kun. 0dan 1 milliardgacha 100 kunlik challenjimizga yana qayta start berdik. Bugun har doimgidek challenjimizning birinchi kuni va bizning hisobimizda pul yo'q. Shu sababli bugun biz hammaning qo'lidan keladigan ishlardan birini qilamiz. Ya'ni aravaga chiqamiz. Ya'ni arava tortib ertangi kun uchun pul yig'ib olamiz. To'g'risi, birinchi kunda biz kiraqmoqchi edik, lekin hammada ham mashina yo'q bo'lganligi uchun aravani ma'qul deb topdik. Ko'rib turganingizdek, biz haligacha aravada sang'ib pul topolmay yuribmiz va bizning baxtimizga Rozmetovdek akalarimiz uchrab qoldi. Ular bilan ozgina gaplashib, yuklarni olib borib berishga ko'ndirdik va ko'rib turganingizdek, har xil do'konlarga borib, kolbasa mahsulotlarini tushirib berdik. Shuncha qilgan mehnatimiz uchun Rozmetovdek akalarimiz naqd 70 ming so'm pul berishdi. Shuncha vaqtni ichida shuncha pul topsa bo'lar ekanmi deyishlar mumkin. Ammo Hazrati Alisher Navoiy bobomiz aytdilarki, nima dedilar? xullas ishimizni davom ettirdik va yana bir akamizga ko'zimiz tushdi. Va shu akani ham yuklarni Stenkaga olib chiqib berdik va naqd 15 ming so'm pul oldik. Biz bugunchalik umuman xarajat qilmadik va bugungi kunni yakunladik. Chunki bundan tashqari bizda qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariy yozib qoldirishni unutmang.